bugun men sizlarga ozdiradigan mashqlarni ko'rsataman degan trenerga hech qachon ishonmanglar, chunki bunaqa mashqni o'zi yo'q. Ozishingiz uchun siz birinchi o'rinda defitsit kaloriya soblюдать qilishingiz kerak va undan tashqari ko'proq harakatni ko'paytirish kerak, ya'ni ko'proq kaloriya yoqishingiz kerak. Men bugun sizlarga hozir ko'proq kaloriya yoqadigan mashg'ulotlarni ko'rsatib o'taman. Kaloriya sarflashda birinchi yordam beradigan trenajyorimiz bu begovoy doroshka. Bunda siz ahamiyat berishingiz kerak. Bu yerda hech qachon yugurilmaydi. Yugurgan paytingiz tiza bo'g'inlarimizga nagruzka bosim tushadi va travma olish ehtimoli bor. Shuning uchun bunda ko'proq kaloriya yoqaman desangiz, bananlikni 6-8 ga qo'ygan holda xuddi tog'ga chiqqanday yurishingiz kerak. Va yana bir faol kaloriya rasxod qilishimizda, kaloriya yoqishimizda yordam beradigan trenajyor bu ellipsoid. Aytib o'tishimiz lozimki, biz zalda ishlaganimizda, og'ir veslar ko'targanimizda muskullarimiz zo'riqadi, muskullarimiz faol ishlaydi. Lekin biz ko'p hollarda yurakni unutib qo'yamiz. Yurakni zo'riqmasdan ishlab berishi uchun ta'minlashda yordam beradigan aynan shu ellipsoid trenajyori bo'ladi. Kaloriya yoqishda yordam beradigan eng ubitsa trenajyor shu trenajyor desak ham bo'ladi, ya'ni lesnitsa. Bu zinalar. Men shaxsan o'zim musobaqaga tayyorlanganimda, sushka jarayonida aynan shu trenajyordan foydalanganman. Sababi bir kunda, ya'ni bir trenirovkani o'zida 1000 kilokaloriya yoqishim kerak edi. Agar siz uyingizda yoki chiqayotgan sport zalingizda shu trenajyor bo'lmaydigan bo'lsa, unda yashayotgan joyingizda 9 etajli domni zinalardan chiqib tushsangiz ham bo'ladi. Agarda sizda zalga kelishga imkoniyatingiz bo'lmasa yoki uy sharoitida mashqlarni bajara olmasangiz, unda hech bo'lmaganda ko'chada sayr qilib 10 000 qadam yurishingiz kerak. Sababi men sizlarga hozir ko'rsatgan mashqlarimni kaloriyasi deyarli shu 10 000 qadam bilan baravar.